Hammaga assalomu alaykum, hurmatli jonlarlar. Hammangiz yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Qaranglar, zalga kelayotgan ayollarimizni hammada deyarli hammada ozma ayolda ham, semiz ayolda ham bo'ladi. Chunki bizda mix dars o'tganimiz uchun, intim gimnastikalar bo'lgani uchun ichida ko'p zajigach qildirib qilamiz. Bir oy davomida sizda qindan suv tushishi yoki vitreniyaga kelishi mumkin. Xavotir olmanglar. Hidli kelishi mumkin, suyuq kelishi mumkin. Xuddi yozilib borayotganga o'xshab, atak siz yozilib bormaysiz, u qindan chiqadi. Tushundingizmi? Shunaqa holat bo'lib o'tishi mumkin. U tabiiy holat. Sizni markazi atrofidagi suyuqliklar hammasi tushib ketadi. Undan keyin sizda chuvствительный zonalaringiz yaxshi ishlashni boshlaydi. Qalb sakrashni qilishni boshlaydi. Sirazi hamma ham birdaniga bu mashqlarni qila olmaydi. Mashqlarni o'zlashtirish uchun avval shu qindagi vizeliniyadan qutulishimiz kerak. Undan keyin chuvствительностьlar yaxshi ishlashni boshlaydi va o'rganasizlar.